Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan biz HTML hujjatga ro'yxatni shakllantirish bilan tanishamiz. Men Matchonov Otabek Jumanazarov, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Urganch davlat universiteti texnika fakulteti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasi dotsentiman. Bu mavzuni web kartografiya o'quv qo'llanmasidan olishingiz mumkin. Bukmani printda 2024-yilda nashr qilingan va bu quyidagi havola yordamida siz kirib bu adabiyot bilan tanishishingiz mumkin. Endi adabiyotda demak mavzu HTML ro'yxatlari deb nomlanadi. Demak HTML hujjatga ro'yxat qo'shish, ro'yxat shaklidagi ma'lumotlarni saqlash 66-betdan boshlanadi. Tartiblanmagan va tartiblangan ro'yxatlarni ko'rishingiz mumkin. Demak bunda ro'yxat shaklidagi ma'lumotlar bo'yicha 66-betdan boshlab ma'lumotlar kiritilgan. Demak biz HTML hujjatga ro'yxat qo'shishni ko'rib chiqamiz. Demak oldin faylni oldingi mavzulardagi o'xshab saqlab olamiz. Yangi fayl quyidagicha saqlama amaliyot oldingi papkamizga saqlaymiz. Demak ro'yxat HTML saqlanadi. Demak bu ro'yxatni saqlab oldik. Endi ro'yxat bo'yicha biz mana adabiyotdagi kodlardan ham foydalanishimiz mumkin. HTML hujjatga ro'yxat qo'shish uchun ikki xil usuldan foydalaniladi. Birinchisi demak ordered list fayl saqlanmoqda. Demak amaliyotga demak saqlanib bo'ldi. Demak ikki xil usuldan foydalanish mumkin. Bu ordered list va unordered list degani. Ordered list bu tartiblangan ro'yxat deb aytiladi. Tartiblangan ro'yxatda demak ketma-ketlikda ro'yxatni tarkibi ketma-ketlikda beriladi. Masalan 1 2 3 4 5 6 7 8 yoki ABV yoki rim raqamlari bilan ko'rsatish mumkin. Ordered list demak tartiblangan ro'yxat ekanini bildiradi va har bir ro'yxat elementi li bilan tegi bilan yoziladi. Demak bunda biz ko'rishimiz mumkin. Demak ro'yxat mana Xorazm viloyat tumanlarini ro'yxatini tuzib chiqdik. Endi buni o'zgartirishimiz ham mumkin. Masalan, ro'yxatni sarlavhasini o'rtaga to'g'raymiz. Center tegi yordamida o'zgartirishimiz mumkin. Demak kiramiz. Demak viloyatlarning ro'yxati markazga to'g'riladi. Endi ikkalasini farqini ko'rishimiz mumkin. Demak markazga to'g'riladi. Oldingisi chekkadan ko'rinyapti, bunisi markazga to'g'rilangan. Endi ro'yxatga boshqa o'zgarishlarni ham kiritishimiz mumkin. Masalan, Shovot tumanini oladigan bo'lsak, bu ro'yxatga yana ro'yxat kiritishimiz mumkin. Bunda demak ordered listni biror bir
ro'yxatni biror elementidan keyin qaytadan ochishimiz kerak bo'ladi va u bizga ro'yxat ichida ro'yxat shakllantirishga yordam beradi. Masalan, Shovot tumanidagi qishloqlarni yozib chiqishimiz mumkin. Guliston yoki mahallalar. Qiyot, mahalla fuqarolar yig'ini. Bo'ston, mahalla fuqarolar yig'ini va hokazo. Demak, endi bunda ro'yxatimizni ko'radigan bo'lsak, mana buni ham ro'yxat ichiga ro'yxat qo'shgan. Faqat uni ham 1-2 deb alohida raqamlar bilan boshlagan. Demak, bunda bir, ikki, uch ro'yxat ichida ro'yxat degan. Endi bu ro'yxat ichida ro'yxatni biz boshqa harflar bilan ham boshlashimiz mumkin. Buning uchun mana ordered listga mana bu joyga biz nima qilamiz? O'zgarish kiritishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ordered list deb yozamiz. Type masalan rim raqam bilan boshlaydigan bo'lsak, demak bu tartibdan foydalanishimiz mumkin. Bunda demak ro'yxat rim raqamiga o'zgaradi. Rim raqami. Yoki buni o'zgartirishimiz mumkin. Lotin alifbosidagi harflarga okey. Demak, bizga ko'rinib turibdi, biz buni xohlagancha o'zgartirish imkoniyatiga ega ekanmiz. Endi unordered list deb ro'yxatga o'zgartirish kiritadigan bo'lsa, bunda tartiblanmagan ro'yxat paydo bo'ladi. Tartiblanmagan ro'yxat deganimiz 1, 2, 3 deb yozilmaydigan, ya'ni tartiblanmagan ro'yxatni ketma-ketligini ahamiyati bo'lmagan ro'yxatni bu tartibda yaratishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana endi ro'yxat ichidagi ro'yxatni ham yana shakllantirishimiz mumkin. Masalan, unordered list bu hozir bizda e'tibor qilgan bo'lsangiz, bittasi katta ro'yxat tartiblangan, kichik ro'yxat tartiblanmagan, kichik ro'yxat tartiblangan, katta tartiblanmagan bo'lib qoldi. Bunga ham kodlarni kiritishimiz mumkin. Masalan, buni ham unordered list qilamiz. Unordered list type masalan square unordered listni yopamiz. Mana endi bu yerda ro'yxat square kvadrat shaklini oldi. Va buni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi ro'yxat bo'yicha mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda jadval tuzish bilan tanishamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.